Avtomobil boshqarishdagi mas'uliyat nafaqat haydovchining o'zi, balki boshqa harakat ishtirokchilarining xavfsizligi uchun ham juda muhimdir. Biroq afsuski, ayrimlar bu oddiy haqiqatni anglamay yoki beparvorligi ortidan yo'l harakat qoidalarini buzmoqda. Bu esa tuzatib bo'lmas og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Surxondaryo viloyatida ham haydovchi tezlikni oshirish ortidan avtohalokat yuzaga keldi va afsuski ushbu holat 13 yoshli bolaning o'limiga sabab bo'ldi. Mazkur ish sudda ko'rib chiqildi. Inson hayotidagi eng katta dushman bu uning ehtiyotsizligidir. Chunki ko'ngilsiz hodisalarning aksariyati aynan ehtiyotsizlik oqibatida yuzaga keladi. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi avtohalokat ham bir insonning bevaqt o'limi bilan yakunlandi. 45 yoshli fuqaro Jarqo'rg'on Angor yo'nalishida Lada Vesta rusumli avtomashinani boshqarib kelayotgan vaqtda amaldagi yo'l harakati qoidalarining 4 hamda 77 bandi talablariga amal qilmasdan ushbu yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, xavfsizlik choralarini ko'rmasdan yo'ldan o'tayotgan voyaga yetmagan fuqaroni urib yuborgan. Oqibatda bolakay yo'l transport hodisasida olgan tan jarohatlari sababli vafot etgan. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Jarqo'rg'on tuman sudida ko'rib chiqilib, sud hukmi o'qildi. Ushbu holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha Jarqo'rg'on tuman sudining ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Sudning hukmiga ko'ra, sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topildi va unga nisbatan ushbu modda bilan 2 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish va 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni manzil koloniyalarida o'tattirish belgilandi. Yana bir muhim jihat, farzandini ko'chaga kuzatayotgan ota-onalar ham ularning xavfsizligi uchun o'zlarini javobgar sanashi, beparvolikka yo'l qo'ymasligi, ayniqsa avtomashinalar serqatnov hududlarga yolg'iz yo'ldan o'tishlariga sharoit yaratmasligi kerak. Umuman olganda, yo'l harakati ishtirokchilarining barchasi yo'llarda harakat xavfsizligiga rioya qilsagina ko'ngilsiz holatlarning oldi olinadi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nimatlayev, Surxondaryodan.